siz qandli diabetga chalinganmisiz? Unda yaqinroq keling. Qandli diabetda tavsiya qilinmaydigan mahsulotlar bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi, oq non, pishiriqlar va konditer mahsulotlari. Bular tarkibida haddan tashqari ko'p miqdorda shakar saqlaydi va qondagi glyukoza miqdorini barqarorlashishini qiyinlashtiradi. Ikkinchisi, tarkibida ko'p miqdorda fruktoza saqlagan mahsulotlar. Banan, qovun va uzum shular jumlasidandir. Uchinchisi, gazli ichimliklar va soklar. Bir qaraganda oddiydek ko'rinadi, lekin tarkibida juda ham ko'p miqdorda yashirin shakar saqlaydi. Bu yurak-qon tomir va nerv sistemasiga haddan tashqari salbiy ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchisi, yarim tayyor mahsulotlar, fast-foodlar va konservalar. Bular tarkibida yashirin shakar va organizmdan chiqib ketmaydigan yog'lar mavjud. Unutmang, bu mahsulotlar nafaqat qondagi qand miqdorini oshiradi, balki yurak-qon tomir va asab sistemasiga ham yetarlicha salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ratsioningizni nazorat qiling.